maktablarni atrofiga o'zlarini tengqurlarini yig'ishmoqda va maktab doirasida kichkina ekologik loyihalar, masalan, rangli qopqoqlar loyihasi, baklashkalar qopqoqlarini terib, ularni topshirib va o'sha topshirilgan pulga maktabga gul olishadi yoki boshpanasiz jonivorlarga oziq-ovqat olishadi va hokazo. Yana bitta loyihamiz bu tadqiqotdan iborat. Bu Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib amalga oshiryapmiz. Boshqa hech qaysi qo'shni davlatlarda amalga oshirilmagan ekologik muammolarni, iqlim o'zgarishini yengib zo'ravonlikka ta'sir. Afsuski, mana shu muammo ham mavjud va yana bitta katta loyihalarimizdan biri bu jurnalistlar va blogerlarni ekokorrupsiya tushunchasi nimaligini tushuntirish va buni ekokorrupsiyani to'g'ri yoritishda o'rgatishdan iborat. Albatta, ekologik jamoat birlashmasi bir qancha xalqaro tashkilotlarni tarmoqlarni nimasi a'zosi hisoblanadi. Bu global iqlim o'zgarishi tarmog'i, bu Markaziy Osiyoning suv tarmog'i va bu xalqaro o'rmonlarni asrash tarmog'iga a'zomiz va mana shu a'zolik doirasida ham kelgusida birinchi galda aholimizda shu iqlim o'zgarishi va iqlim o'zgarishini oldini olishda har bir inson qanday harakat qilishi kerakligi haqida o'rgatishdan va buni to'g'ri yo'naltirishga harakat qilishdan iborat. Albatta, juda ham nimalarimiz ko'p, rejalarimiz juda ham ko'p, buni sanab adoga yetib bo'lmaydi. Men bitta narsani aytmoqchi edim. Mana shu mukofotga birinchilardan bo'lib sazovor bo'lganimdan juda ham xursandman. Ammo bu mukofotga munosib insonlar juda ham ko'p mamlakatimizda. Chunki muhtaram prezidentimiz ham bejiz mana shu yerda ekologiya va atrofni muhofaza qilish yili deb e'lon qilmaganlar va mana shu ekologik muammolarga qarshi kurayotgan insonlarni har biri mana shu mukofotga sazovor deb o'ylayman. Men mana shunday insonlarni va o'zimni yaqinlarimni, o'zimni shogirdlarim, volontyorlarimizga ekologik muammolarni bartaraf etishda, tabiatimizni asrashda charchamaslikni tilab qolar edim va har bir yosh, har bir inson, o'zim ham mana shu ekologik bilimlarni tarqatish orqali vatanimiz yashilligini asrab qolishga doimo hissa qo'shib kelamiz va har bir inson mana shunaqa hissa qo'shishini juda ham istab qoladi.